Barchaga xayrli to'y. Nima uchun kecha o'zimni yaxshi his qilaman qilganimga o'zimdan ketib, ko'rchi bugun yana orqaga qaytdim. O havoni qaranglar, qanday chiroyli havo bugun. Shizir ko'rmayman sizlarni, ko'zim qamashdi ko'zlar. Xayrli to'y. Sen uyda. Men bugun uyda yolg'izman. Siri ishga ketdi bugun. Doim payshanba kunlar ishga borish kerak. Bizga ertaga mehmonlar keladi. Ana endi 8 keyin uyni paradga keltirishim kerak. Mehmonlarni bir oy oldin plan qilganmiz. O'sha uchun uzoqdan keladi uchun ularga yo'q deyolmadik. Ana shunaqa bizda sizlarga aytsam. Unchalik ko'p aloqaga chiqolmayman. Bugun